Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Xudo xolasa sizda mana bunday eshik bor. Qanaqa zinapay qo'yishni o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, mana shu yerga, shunaqa joyga. Endi bunga tumaloq qiladigan bo'lsak, tumaloq bu yerga o'tirmaydi. Sababi 1.20 shapka chiqarilgan. O'shaning hisobiga bunaqa joylarga mana bu tomondan chiqib, bu tomondan tushish menimcha ma'qul deb o'ylayman. Ham chiroyli chiqadi ko'rinishga ham. Mehnatimizni qadrlab bitta bunday qilib like bosib qo'yasizlar. Qani unda videoni boshladik, bitgan holatigacha ko'rsatamiz. Bu yerda tayyor o'zi tayyor qilib qo'ygan ekan uyda egasi. Mana shu holatda biz o'zimiz ancha-muncha olib, yonidagi turpoqlarni olib, turpoq qilingan ekan, oldinroq qo'yilgan ekan 1 yil oldin. Bu zaspga olib, o'zi tayyor bo'lib, bosilib bo'ldi, xudo xolasa. Xudo xolasa mana strapillarni qo'yib, chiroyli qilib, o'yinlarni qo'yib, xudo xolasa ishni boshladik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa bitgan holatini necha puldan qo'yib beryapmiz, shu yerga bilib olasizlar. Ko'rib turgan joylarda ena 1.20, balandligi 90 bo'ldi. Ustaka shu razmerda necha pul desanglar, birinchi o'rinda bu yerga oddiy zinapay bo'lmayapti, gulli qolib qo'yganmiz. Narxini aytamiz. Ko'rib turgan joylarda eni 1.20, balandligi 90 razmerini necha puldan qo'yib berasiz ustaga desanglar, ko'rib turgan joylar 450 ming so'mdan metrini qo'yib beryapmiz. Nimaga 450 ming so'm desanglar, o'tgan safargi videomizda 1.20 razmer 500 ming so'm, bu nimaga 450 ming so'm desanglar, bu yerga tayyor zasipka qilingan hisobiga 50 ming so'm metriga o'tib berdik. Kimda qanday savollar bor, bemalol kommentariyada yozib qoldirishlar mumkin bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilib, bog'lansanglar, xudo xolasa chiroyli qilib mana shunday qilib zinapaylarni qo'yib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.